uchta bola qolib ketgan mana ichida. Topolmayapti mana. Ichida qolib ketgan-da. Ijtimoiy tarmoqlarda bugun Toshkentda sodir bo'lgan yong'inda, ya'ni Korzinkadagi yong'inda olov ichida yosh bolacha qolib ketdi nomli videolar keng tarqaldi. Ammo Favqulodda vaziyatlar vazirligi bu ma'lumotlarni rad etdi. Haqiqatan ham bugun 31-yanvar kuni Toshkent shahrining Yashnobod tumanidagi aviator Korzinka binosida yong'in sodir bo'lgan. Qutqaruv ekipajlari soat 15:53 da voqea joyiga yetib borib, binodan barcha fuqarolarni evakuatsiya qilgan. Hozirda yong'in o'chirish ishlari davom etmoqda. Hodisa oqibatida tan jarohati olganlar to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan. Korzinka rahbariyati ma'lum qilishicha, yong'in Korzinka hududidan tashqarida sodir bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in soat 17:17 da to'liq o'chirilganligini xabar berdi. Nana